inshaalloh O'zbekistonni Qashqadaryoda udarlardan ko'ramiz inshaalloh. Taktika emas, cho'chak qanday urishamiz, chega shunday solish qilamiz. Bang bum bang bum. Hammaga salom mushuklar. Bu videoda Instagram platformasida Gold nomi bilan tanilgan sportsmen haqida bilib olasizlar. Mushuklar, bu videoda reklama yo'qligi uchun albatta bitta chiroyli laykni ayamaysiz degan umiddaman. Sizlarni ko'p kuttirmaymiz. Biz boshladik. Gold aslida kim? Asl ismi Uzoq Shahzod Ixtiyor o'g'li. 1999-yilning 24-oktyabrda Qarshida tug'ilgan. Gold qamalmasidan oldin qo'l jangi sport turi bilan muntazam shug'ullanib kelgan va ko'plab musobaqalarda sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan. O'sha paytdayoq u qanchalik kuchli sportchi ekanligini isbotlab qo'ygan. Marhum Murodxon To'rayev, Ramazon Temirov kabi mashhur sportchilar bilan bir qatorda mashg'ulotlar olib borgan. Gold, ya'ni Shahzod qanday qamalgan edi? 2020-yilning 8-yanvar kuni Gold o'zining tanishi bo'lgan Muhriddin ismli shaxs bilan Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrining Qoq markazida janjallashib qoladi. Ko'rib qoldim bu bola. O'sha Muhriddin. Oldin telefon bilan tortishib qolgandi oldin. Telefondan so'kishib, o'zi oldindan akam edi, u birga musobaqalarga borib, musobaqalarga yurgandi. Keyin araya nimadir bo'ldi, hazildan telefondan tortishib ko'rinmay ketdi, men toshib ketdim. Shu bir yillab bo'ldi, bir-birimizni ko'rmay ketgandik. Keyin biz esdan chiqib ketib qoldi, men tortishib qolgan telefondan. Keyin o'ydan chiqsam o'tirishgan ekan. Tushib salomlashay dedim. Tushib salomlashdim. Keyin o'sha meni sukuni eslaydanmi deb chekka olib qo'rqitib qo'yaman deb o'yladi. Ha, qo'rqitaman deb. Shunday urush bo'lib ketdi-da. Qilgan ishimdan pushaymonman. Lekin qamalganiga qaramasdan umidini so'ndirmadi va qamoqdan chiqqanidan so'ng u mashg'ulotlarni yana davom ettira boshladi va 2024-yilda u Instagram platformasida paydo bo'ldi va o'tkazgan janglarini post va video shaklida joylay boshladi va anchagina mashhurlikka erishdi. To'g'ri, uning hayotida qorong'u kunlar ham bo'ldi. Lekin u bunga qaramasdan yorug'likni topa oldi va hozirgi kunda davlatimiz bayrog'ini yuqorilarga ko'tarib kelmoqda. Gold yaqindagina Octagon liga bilan shartnoma tuzdi va yaqinda, ya'ni 11-may kuni Humo Arena Toshkent shahrida jangi bo'lib o'tadi. Octagon bilan kontrakt tuzganimdan beri qaysidir shomillarni atmitga qilishyapti. Biza hech narsa yozib, hech narsa razgovor qilmaymiz. Biza festival bilan harakat qilib ko'rsatib qo'yamiz. Yupqasini mana qalami. Qani. Assalomu alaykum O'zbekiston. O'zbekistonning she'rlarini ko'rsatamiz. Biza birovga hech kimga vizit taylamaymiz. Biza uchun nipa deb bayisda vizit tashlar. Inshaalloh period. Inshaalloh mana qaro kunlarni ko'rdik, mana alhamdulillah Alloh yorug' kunlarni berdi. O'sha payt qayg'uli kunlar turgan paytim otam o'g'lim boshingni egma, faqatgina Allohga egamiz degandilar. Mana alhamdulillah 3-kamarim. Ota, onajon, bu sizlarning kamarlar. Yo'ldan o'tib ketayotgan paytim, ko'cham boshdan uyga kelayotgan paytim, jinoyatchi kelyapti deyilmaydi. 3 marta qamalgan jinoyatchi kelyapti deyishmaydi. Chempionning o'g'li, chempion kelyapti deyishadi. Hammalariga rahmat, O'zbekiston. Bos. Assalomu alaykum. Kamarimni yana bitta kamar oldim, kamarimni himoya qildim. Mo'ytaydan. Inshaalloh O'zbekistonning she'rlarini ko'rsatamiz. O'zbekiston olg'a.
inshaalloh bu yerga faqat yaxshiligiga, faqat yaxshiligiga. Sizlar faqat omad qancha qilsanglar bo'ldi. O'zbekistonni she'rlarini ko'rsatamiz. O'zbekiston